Voy iflos. Mendan berkitib o'rtog'ida pul saqlayaptimi bu? Oshna mana to'platgan pulingni 2 million. Tinchlikmidi o'zi? Ha, o'g'iltoy. Hali mendan yashirib o'rtog'ingiznikida pul saqlaydigan bo'ldingizmi? Ha, men ishlatib qo'yamanmi? Ber pulni. Ey oshna, senga hech tushunmayman. Nimaga otangga pul beraverasan? O'zi yaqinda operatsiya qildirgan bo'lsang, o'zi aqli kirdi chiqdi bo'lib qolgan bo'lsa, seni mehnat qilib topgan pulingni qadriga yetarmidi? Xafa bo'lasanmi, yo'qmi? Haqiqatga tik qarash kerak. Otangni jinniligini o'zing ham bilasan. Senga yaxshi bir do'stlik maslahatim. Otangni jinnixonaga tashlab kel. Otam haqida bunday gapirishga nima haqqing bor? Hammadan ham ko'ra sen yaxshiroq bilarding, oshna. Esingdami? Yoshligimizda har yili bolalarni yig'ib tug'ilgan kun qilib berganim. O'shanda dadam bu menga ortiqcha yuk bo'lyapti deb bolalar uyiga tashlab kelmagan. Oxirgi operatsiyalarda doktorlar endi umid yo'q, bu yo'q Allohdan deganda otamni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib kechasi bilan iltijo qilib chiqqanman. Menga Alloh otamni qaytib berganda nima endi jinnixonaga tashlab kelaymi? Senda bekordan bekorga pul to'plaganim yo'q. Otamni oxirgi operatsiyasi qolgan. O'sha operatsiyadan keyin sen jinni deyotgan otam men uchun hamma narsaga tayyor otam yaxshi bo'lib ketarlar.